Savol: Men odob, hayo qoidalariga ko'ra erkaklar hojat chiqarganda egilishi yoki cho'nqayishi kerak deb tushunaman. Lekin musulmon kishining xonasi hojatxonaga yaqin bo'lsa, erkak kishi tunash xonasida hojat idishidan foydalanmasligi hayoliroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men musulmon ayollarning odob va hayo qoidalariga rioya qilishi g'arb ayollariga nisbatan ko'proq va kuchliroq deb bilaman. Shuning uchun musulmon ayollarni juda hurmat qilaman. Bu savolim bilan musulmonlarni tanqid qilishni yoki ularga biror bir ozor yetkazishni istamayman. Shunchaki ularning odob va xulqlarini yetarli darajada bilmayman. Javobingiz uchun oldindan rahmat. Alloh sizni har qanday yomonlikdan saqlasin va sog'lik, salomatlik ato etsin. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalo sizga musulmonlarning tuyg'ularini hurmat qilganingiz va ularga ozor beradigan narsalarni bilishga intilganingiz uchun tashakkur bildirishimiz kerak. Sizga so'ragan narsangiz va undan ko'prog'i haqida batafsil javob berishdan xursandmiz. Shoyat bu orqali sizga katta yaxshilik sari yo'l ochilsa. Muborak islom shariatining ulug'ligi shundaki, u oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, biror yaxshilikni qoldirmay, unga buyurgan va uni ko'rsatgan. Shuningdek, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, biror yomonlikni qoldirmay, undan ogohlantirib qaytargan. Shuning uchun u barcha tomondan mukammal va go'zaldir. Bu g'ayrimmuslimlarni hayratga solib, ularni bu dinga qoyil qoldirgan. Hatto mushriklardan biri Salmon Farsi radhiyallohu anhu ga "Qad allamakum nabiyyukum kull shay'in hatta al-qira'ata" Payg'ambaringiz sallallohu alayhi va sallam sizlarga hatto hojat chiqarish odobini ham o'rgatgan ekan deganida Salmon Farsi radhiyallohu anhu ajal nahana an nastaqbil al-qiblata bighaitin aw bibawlin. Albatta, u zot bizni qiblaga yuzlanib, katta kichik hojat chiqarishdan qaytarganlar degan. Sunan Tirmiziy 16-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Tirmiziy 16. Bunga o'xshash hadis Sahih Muslimda ham rivoyat qilingan. Islom shariatida hojat chiqarish borasida bir necha odob va hukmlar kelgan. Shulardan biri hojat chiqarganda qiblaga, Allohning amri bilan Ibrohim alayhissalom Makka da qurgan Ka'baga yuzlanmaslik va orqa o'girmaslik. Bu qiblani hurmat qilish va Allohning shiorlarini ulug'lashdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Idza jalasa ahadukum ala hajatihi fala yastaqbil al-qiblata va la yastadbirha." Qachon biringiz qazoy hojatga o'tirsa, qiblaga yuzlanmasin ham, orqa ham o'girmasin dedilar. Sahih Muslim 265-hadis. Ikkinchisi, siyganda zakarini o'ng qo'li bilan ushlamaslik. Abu Qatoda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dhakarahu bi yaminihi va la yastanji bi yaminihi va la yatanaffas fil ina." Birortangiz bavul qilsa, zakarini hargiz o'ng qo'li bilan ushlamasin, o'ng qo'li bilan istinjo qilmasin va idish ichiga nafas chiqarmasin dedilar. Sahih Buxoriy 154-hadis. Uchinchisi, najosatni o'ng qo'l bilan artmaslik, balki najosatni ketkazishda chap qo'lni ishlatish. Bunga yuqoridagi hadis ham dalil bo'ladi. Shuningdek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning quyidagi so'zlari ham buni quvvatlaydi. Abdulloh ibn Abu Qatoda otasidan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina va idza bala ahadukum fala yamsah dhakarahu bi yaminihi va idza tamassaha ahadukum fala yatamassah bi yaminihi." Birortangiz ichimlik ichsa, idish ichiga nafas qaytarmasin. Birortangiz bavul qilsa, zakarini o'ng qo'li bilan artmasin. Birortangiz istinjo qilsa, o'ng qo'li bilan istinjo qilmasin. Sahih Buxoriy 5630-hadis. To'rtinchisi, sunnat bo'yicha hojatni o'tirib chiqarish va siyishda yeriga yaqin turish. Chunki bu ko'zdan panaroq va siydik sachrashidan saqlashga xavfsizroqdir. Agar bunday xavf bo'lmasa, tik turib siyish joiz. Beshinchisi, hojat o'tash asnosida odamlar ko'zidan yashirinmoq kerak. Abdulloh ibn Ja'far radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi shunday deganlar: "Va kana ahabba mastatara bihi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam li hajatihi hadafun aw ha'ishu nakhlin." Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hojatlari uchun to'siq qilinadigan narsalarining eng suyuklisi do'nglik yoki xurmo chakalakzorlari edi. Rovi Ibn Asmo o'z rivoyatida
ya'ni xurmo chorbog'i degan. Sahih Muslim 342-hadis. Agar inson ochiq joyda bo'lsa va hojatini o'tamoqchi bo'lsa, lekin uni yashiradigan narsa topmasa, atrofidagi odamlardan uzoqlashsin. Mughira ibn Shobadan rivoyat qilinadi. U kishi aytdilar: "Annan nabiy sallallohu alayhi va sallam kana idza dhahaba al-madhhaba ab'ad." Nabiy sallallohu alayhi va sallam borish joyiga, ya'ni qazoyi hojatga boradigan bo'lsalar, uzoqlashardilar. Sunan Abu Dovud 1-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 4724. Abdurrahman ibn Abu Qurot rivoyat qilib aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan ochiq joyga chiqdim. U zot hojatlarini o'tamoqchi bo'lsalar, uzoqlashar edilar." Sunan Nasoiy 17-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Silsilatus Sahiha 3-mujallad 144-bet. 6-odob. Avrat hojat chiqaradigan joyga borgandan keyingina ochilishi kerak. Chunki bu ko'proq parda qiladi. Anas radhiyallohu anhu rivoyatida Nabiy sallallohu alayhi va sallam hojat chiqarmoqchi bo'lsalar, u yerga yaqinlashmaguncha kiyimlarini ko'tarmasdilar. Sunan Termiziy 14-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Termiziy 14. Agar hojatxonada bo'lsa, eshikni yopmaguncha va odamlar ko'zidan pana bo'lmaguncha kiyimini ko'tarmasin. Muhtaram savol beruvchi, ushbu nuqtadan va bundan oldingi so'zlardan bilasizki, G'arb mamlakatlarida va boshqa joylarda ko'pchilikning umumiy hojatxonalardagi ochiq joylarda tik turib siyishlari bu odob, hayo, ibo va fazilatli axloqqa zid ishdir. Sog'lom fitrat va aql egasining tanasi bundan jimirlaydi. Qanday qilib odam o'z avratini Alloh oyoqlari orasida yashash uchun qo'ygan va yopishni buyurgan, barcha aqlli insonlar yopish zarurligini tan olgan avratini odamlar oldida ochishi mumkin. Shuningdek, hojatxonalarni bunday uyatli shaklda qurish, foydalanuvchilar bir-birlarini kichik hojat o'tashi asnosida ko'radigan tarzda qurish boshidan xato. Ular bu bilan ba'zi hayvonlardan ham ortda qolishadi. Chunki hayvonlarning odati siyish va axlat chiqarishda yashirinishdir. 7-odob. Musulmonlarda shar'iy odoblardan biri hojatxonaga kirganda va chiqqanda aytiladigan ma'lum zikrlardir. Bular joy va holatga to'liq mos keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga hojatxonaga kirishda Bismillah, Allohumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is deyishni o'rgatganlar. Duoning ma'nosi Allohning nomi bilan: Allohim, erkak va urg'ochi nopok jinlardan panoh berishingni so'rayman deganidir. Ya'ni har qanday xabis, yomon narsadan, har qanday erkak va ayol shaytondan Allohdan panoh tilaydi. Hojatxonadan chiqqanda esa g'ufronaka deb Allohdan mag'firat so'raydi. 8-odob. Hojat o'tab bo'lgandan keyin najosatni tozalashga e'tibor berish. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam siydikdan tozalanishda yengil qarash haqida ogohlantirganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Aktharu azabil qabri minal bawl." Qabr azobining ko'pi siydikdandir dedilar. Sunan Ibn Majah 348-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 1202. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ikki qabrning yonidan o'tdilar va innahuma la yu'azzaban va ma yu'azzaban fi kabir. Katta narsa uchun azoblanayotganlari yo'q. Va amma hada fa kana la yastatiru min bawlihi va amma hada fa kana yamshi bin namima. Ulardan biri peshobidan ehtiyot bo'lmas edi, boshqasi esa chaqimchilik qilib yurardi dedilar. So'ngra bir hul xurmo novdasini keltirdilar-da, ikkiga bo'lib, birini bunisiga, boshqasini unisiga suqib qo'ydilar. So'ngra la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Shoyat bu ikki novda quriguncha ikkovidan azob yengillatib turilsa dedilar. Sahih Buxoriy 6052-hadis. 9-odob. Najosatni yuvish yoki artish 3 marta yoki tozalash ehtiyojiga qarab 3 dan keyin toq bo'lishi kerak. Oysha onamiz rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam orqalarini 3 marta yuvardilar. Ibn Umar radhiyallohu anhu biz ham shunday qildik va buni shifo hamda poklik deb topdik deganlar. Sunan Ibn Majah 356-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 4993.
Abu Hurayra radhiyallohu anhu Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi. U zot aytadilar: "Idastajmara ahadukum falyastajmir vitra." Sizlardan birotangiz istijmor qilsa, ya'ni tosh, kesak yoki qog'oz bilan artinsa, toqsonda istijmor qilsin. Musnad Ahmad 7345-hadis. Hadis hukmi hasan. Manba Sahihul Jami' 375. 10-odob. Istijmorda, ya'ni najosatni artib tozalashda suyak va tezak ishlatilmasligi kerak. Balki salfetkalar, toshlar va shunga o'xshash narsalar ishlatiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar: "Men Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga tahorat suvlari va ehtiyojlari uchun bir teri obdasta ko'tarib yurardim. Men uni ko'tarib olib, u zotning orqalaridan borayotgan edim. "Man hada? Bu kim?" dedilar. "Men Abu Hurayraman" dedim. Ravi aytadi: "Faqala bighni ahjaran astanfid biha va la ta'tini bi azmin va la bi rawsa." Ya'ni u zot tozalanishimga tosh topib kel, ammo suyak yoki tezak olib kelib yurma dedilar. Men etagimda bir nechta toshni ko'tarib, u zotning yonlariga olib borib qo'yib, keyin ortga qaytdim. U zot forig' bo'lgach, birga yurib ketar ekanman. "Suyak va tezak bo'lsa nima bo'ladi?" dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam: "Huma min ta'amil jinn va innahu atani wafdu jinni nasibin va ni'mal jinn fasaluni zada fad'awtu Allah lahum alla yamurru bi'azmin wa la birawtha illa wajadu 'alayha ta'ama." Bu ikkisi jinlarning yeguliklaridandir. Mening huzurimga nasibin jinlarning vafdi, ya'ni delegatsiyasi keldi. Qanday yaxshi jinlar ekan. Ular mendan ozuqa so'rashdi. Shunda men ular biror suyak yoki tezakning yonidan o'tishsa, unda yegulik topishlarini so'rab, haqlariga Allohga duo qildim dedilar. Sahih Buxoriy 3860-hadis. 11-odob. Kishi turg'un, ya'ni oqmaydigan suvga bavul qilmasligi kerak. Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam turg'un suvga bavul qilishdan qaytardilar. Sahih Muslim 281-hadis. Chunki bu ish suvni nopok qilish va undan foydalanayotganlarga zarar yetkazish hisoblanadi. 12-odob. Odamlar yuradigan yo'llarga yoki ular soyalanadigan joylarga bavul qilmaslik kerak, chunki bu ularga ozor beradi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ittaqul la'anayn." Ikki la'natchidan saqlaninglar dedilar. "Ey Allohning rasuli, ikki la'natchi nima u?" deyshti. U zot: "Allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim." Odamlarning yo'liga yoki soyalanadigan joylariga qazoyi hojat qilish dedilar. Sahih Muslim 269-hadis. 13-odob. Hojatini bajarayotgan kishiga salom bermaslik va shu bilan birga hojatini bajarayotgan kishi salomga alik olmasligi lozim. Zero Allohning ismi iflos joylarda zikr qilinmasligi kerak. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldidan o'tib ketayotganida u zot bavul qilayotgan edilar. U kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salom berdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Idza ra'aytani ala misli hadhihi al-hala fala tusallim alay, fa innaka in fa'alta dhalika lam aruddu alayk." Agar meni bunday holatda ko'rsang, menga salom bermagin. Agar shunday qilsang, men senga javob qaytarmayman dedilar. Sunan Ibn Majah 352-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 575. Ko'pchilik olimlar zarurat bo'lmaganda hojatxonada gaplashishni makruh deb hisoblashadi. Yuqorida sanab o'tilgan odob va hukmlardan ayon bo'ladiki, islom eng oddiy kundalik ishlarni ham mukammal tartibga solgan. Yana qaysi din yoki shariat dunyoda bunga o'xshash tartib qoidalarni keltirgan haqida o'ylab ko'ring. Allohga qasamki, bu dinimizning mukammalligi, go'zalligi va unga ergashish vojibligini isbotlash uchun yetarlidir. Allohdan sizga va bizga har qanday yaxshilikka muvaffaq etishini va haqqa hidoyat qilishini so'raymiz. Alloh payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va salomlar yo'llasin. Vallohu a'lam.